So'nggi paytlarda ba'zi firibgarlar o'zlarini imzo fabrikasi vakili deb tanishtirib, mijozlarning ishonchiga kirishga urinishmoqda. Ular o'zlarini rasmiy xodim deb tanishtirib, maxsus chegirma va aksiya va'da qiladi. Pullarni olib g'oyib bo'lishadi. Shuni bilingki, har bir imzo xodimida shaxsiy ID karta mavjud. Guvohnoma haqiqiyligini kartaning orqa tomonidagi maxsus QR kod orqali tekshirib olishni unutmang. Firibgarlar hattoki rasmiy imzo.uz domenga o'xshash soxta domen yaratib, bu yerda O harfi o'rniga 0 raqami qo'yishgan. Ushbu soxta sayt orqali mijozlardan buyurtma qabul qilishadi, ammo buyurtmalar imzo fabrikasiga kelib tushmaydi. Buyurtma berish jarayonida sizga taqdim etiladigan buyurtma varaqasiga e'tibor bering. Unda imzoning rasmiy rekvizitlari va noyob buyurtma kodi ko'rsatilgan bo'ladi. Ushbu kodni yagona aloqa markazi orqali tekshirib, buyurtmangiz haqiqiyligiga ishonch hosil qiling. Ogoh bo'ling. Bizning rasmiy ma'lumotlarimiz imzo.uz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda joylashtirilgan. ROM o'rnatishni faqat malakali va ishonchli mutaxassislarga ishonib topshiring. Har qanday shubhali holatda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laning. Bog'lanish uchun 71 kodi bilan 207 77 77 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Imzo, uyingiz uchun to'g'ri tanlov.